Tirnoq ichidagi tadbirkor 1 daqiqa ichida 60 dan ortiq avtomobilga jarima yozgan. Umumiy summasi bularni 48 million so'm. 1 daqiqada 48 million so'mga jarima yozib ketgan. Ipoteka va Infinbank qarshisidagi mana shu yerga, aynan mana shu joyga to'xtash mumkin emas, chunki u tomonda 327 belgisi turibdi, to'xtash mumkin emas. Trillion Center, targoviy sentr mana shundan qarama-qarshisiga kelish mana shu ko'chani oxirigacha umuman to'xtash mumkin emas. Agar to'xtasangiz 824 ming so'm jarima keladi. Mana xuddi menga ham shunaqa jarima keldi mana shu avtomobilga. Mana shu yerda to'xtab turib, ipoteka bankka kirib chiqqanim uchun. Ish kunlari bu yerda umuman to'xtab bo'lmaydi, joy to'lib yotadi. Shuning uchun majburlikda mana shunday qarasiga qo'yib ketgan edim. Burchak ostida qo'yib ketgan edim, shunga jarima kelgan. Mana bu yerda znaklar turibdi, to'xtash mumkin emas degan. Eng qizig'i har 5-10 minutda o'sha avtomobil bu yerdan aylanib o'tavergan. Aylanib o'taverib, har bitta yangi avtomobilga jarima yozib ketgan.